Assalomu alaykum hammaga hurmatli yurtdoshlar, vatandoshlar. Avtomix YouTube kanalimizga xush kelibsizlar. Sizlar bilan g'oyibona ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Bugungi yangiliklar juda ham zo'r bo'ladi. Sizlardan bittagina iltimosimiz, like bosing, komment yozing va yaqinlarga bu videoni jo'natib qo'ying. Obunachi bo'lmagan bo'lsanglar, obuna knopkasini ham bosib qo'yishni tavsiya qilib qolamiz. Telefon nomerlari ishlab turibdi, telegramlari bor. Nima ma'lumot kerak bo'lsa, Telegramda yozsanglar, ma'lumot ham beramiz, telefon ham qilsanglar bo'laveradi. Telegram kanalga, ash ko'rib turgan Telegram kanalga ham ulab qo'yamiz. Undan tashqari Instagram ham bor, marhamat, ko'rishingiz mumkin va TikTok ko'radigan obunachilarimizga TikTok platformamiz ham bor. Keyingi yana nima demoqchiman? Unaqa qilib bunaqa qilib demaymiz. Bugungi obzorimiz aynan siz uchun bo'ladi. Mashinani, qaysidir mashinalarni sizlarga boshlang'ich to'lovsiz chiqarib beramiz edi. Faqatgina notarius gayiga to'lov qilsanglar, inshaalloh shunaqasidan ham bitta bugun qo'yamiz. Bugungi qahramonlarimiz bilasizlarmi? Larimiz deganda marhamat qaranglar mana. 6 ta Gentra bo'ladi. Ko'rasizlar? Mana shu 6 ta Gentrani o'rtoqlar sizlarga bitta obzor qilib beraman. 6 ta Gentra narxlari bilan hammasini to'liq aytib o'tamiz. Narxini nech pul narxga hammasini videoni o'tkazib yubormay oxirigacha ko'rib turing. Obzorni boshlashdan oldin bitta qo'lni duoga ochamiz, a? Qani, fayzimizni bersin-a? Fayzimizni bersin, xuddi shunaqa. Bo'lmasa obzorni boshladik, hazilga ozgina kayfiyatinglarni ko'tarib keldi xolos. Birinchi mashinamiz Gentra. Oppoq rangda 2022-yil mexanik korobka. Kraskasi top-toza mashinamiz ana. Mashina benzinda yurgan, gaz qo'yilmagan. Mashinachi o'rtoqlar. Mana buni yilidan ham bilsanglar bo'ladi. Men bundan aytib o'taman. Oxirgi vipskalardan 22 mexanikasi benzinda. Probegi 15 ming yurgan mashina. 15-16 ming yurgan mashina, kraskalari top-toza. Mashinamizni buni narxini 11 mingga naqd pulga beramiz. Bemalol kelib xarid qilsanglar bo'ladi. 11 ming bilan shu mashinani naqd pulga xarid qilsanglar bo'ladi. Bo'lib to'lashga ham qilib beramiz, majburiy emas, xohlovchilar uchun. Nech pullisizmi? Boy aytdimmi? Notarius gayi to'loviga pulingiz bormi? Ozgina plus minusi. $900 berasiz, notarius to'lovi, gayi to'lovi, sug'urta pullari hammasi ichida bo'ladi. $900 bilan nomingizga o'tkazib ketasiz. Toshkent viloyatga $900. Agar boshqa viloyatdan keladigan bo'lsanglar, yana $100 qo'shiladi, $1000 ga xarid qilasiz. Endi oyma-oy to'lovi biza bekitib o'tirmaymiz, boricha hammasini aytib o'tamiz. Masalan, 3 yilga olaman desanglar, 6.730.000 so'mdan 3 yillik muddatga chiqadi. 4 yilga olaman desanglar, 5.640.000 so'mdan chiqadi. 5 yilga olaman desanglar, 5.30.000 so'mdan shu tochog'imizni xarid qilib ketishinglar mumkin o'rtoqlar. Keyingi mashinamiz qop-qora. Tinig'idan olib kelib qo'yganmiz. Endi bu mashina 2021-yil kraskalari top-toza. Mashinani qaranglar, Amerikanka, Optra, yaxshi balon, ABS, konditsioner, hamma narsasi bor. Mana bu pоворотниklarigacha Amerikankalar qilib qo'yilgan. Mayli shu obzorga bitta shu mashinani bitta ko'rsatib qo'yamiz, paxodu. Marhamat. Mana salon qismlari Captiva Bradway'lar, orqalarini bitta ko'rsatib qo'yamiz. Mana Optralarigacha ko'rishingiz mumkin. Mashina juda ham tayyor. Bitta ham ko'ryapsizlarmi? Qiriq-miriq degan narsa yo'q. Mashina o'sha siz xohlagan tayyor, ana mejikari ham bor, stoykalari ham glansiviy. Mashina olasiz, minasiz. Endi narxi. Siz aziz obunachilarimiz uchun bu tochog'imizni 12.500 qilib beramiz. Qora rang, probegi 50 ming 60 ming atrofida yurgan, ko'p yurmagan. Agar aytib bersanglar, erinmayman, hozir kaltini burayman. Mayli, bo'lsa, shunday aytib yuraveraman mana. Probegi mana ko'rsatib qo'ylik 60 ming 220 yurgan ekan mana.
Ko'rdinglar? Boricha bo'lsin. O'chirib qo'yamiz. 60.220 kilometr. Endi narxi 12,5 mingga naqd pulga kelib xarid qilsangiz bo'ladi. Bo'lib to'lashga qilib beramiz. Majburiy emas, qaytarib o'taman xohlaganlar uchun. 1500 dollar berasiz, barcha xarajat ichida. Notarius to'lov, gai to'lov, sug'urtasi hammasi ichida 1500 bilan xarid qilsangiz bo'ladi. Oyma-oy to'lovi 3 yilga olaman desangiz 7 million 320 ming so'mdan. 4 yilga olaman desangiz 6 million 150 ming so'mdan. 5 yilga olaman desangiz 5 million 470 ming so'mdan 5 yillik grafikda xarid qilsanglar bo'ladi. Agar yoqsa, like bosib qo'ying. Mashinamiz yoqsa. Keyingi mashinamiz yana bitta qop-qora bayir toychog'imiz. Mashinamiz 2022-yil. Qora. Bu ham kuzov 2023 style mana. Luki bor, ABS bor. Mashinamiz 93 ming masofani bosib o'tgan. Bunda faralari o'ziniki. Benzinda gaz qo'yilmagan. Bu qora mashinamizdan benzinda gaz qo'yilmagan. Bu mashinamizda bunaqa ortiqcha narsasi yo'q. Stok holatda deydi. Kichkinagina orqa kirlovda petnochasi bor. Kelsanglar ko'rsatib o'tamiz. 2022-yil polni full. Bu mashinamizni naqd pulga 12.500 dollarga xarid qilsanglar bo'ladi. Bemalol kelib yoqsa haydab ko'rib 12.500 dollarga xarid qilsanglar bo'ladi. Bu mashinamizni ham bo'lib to'lashga qilib beramiz. Boy aytgandek, notariusga pul topasiz. Xudo xolasa qimmat etmaymiz. 860 dollar pul bering. O'sha pulni notariusga nomer olishlaringizga ishlatamiz. 860 dollar bilan Toshkent viloyatiga xarid qilasiz. Agar boshqa viloyatdan kelib xarid qiladigan bo'lsangiz, yana 100 dollar qo'shiladi. 960 dollarga shu qora toychog'imizni xarid qilsangiz bo'ladi. Bo'lib to'lashga qilib beramiz. Bu mashinamiz 3 yil muddatga 7 million 820 mingdan chiqadi. 4 yilga olaman desangiz 6 million 555 ming so'mdan chiqadi. 5 yilga olaman desangiz 5 million 850 ming so'mdan 5 yillik grafikda shu mashinamizni xarid qilsanglar bo'ladi. Keyingi mashinamiz oppoq Gentramiz. Kraskasi top-toza. 2022-yil polni full ABS Luke hamma narsasi bor. Mashinamiz qaranglar, bunda ham Amerikanka fara bor, Optra fara bor. Yaxshi balonlar bunda mana. Oppoqni yaxshi balon qo'yilgan. Xo'p, mashinamizda metan gazlari ham bor, tayyor. Yurgan masofasi 117 ming yurgan. Bunda ham glansiy stoykalar, Magicar pult, kraskasi toza, polni full. 2022-yil. Esingizda qoldi menimcha. Bu mashinamizni barakasini bersa 12,5 mingga. Kelsanglar naqd pulga 12,5 mingga xarid qilsanglar bo'ladi. Bo'lib to'lashga ham olasizlar bemalol. 1000 dollar bilan chiqaramiz buni. 1000 dollar bilan boshlang'ich to'lovi barcha xarajat ichida Toshkent viloyatiga. Boshqa viloyatdan bo'ladigan bo'lsa 100 dollar qo'shiladi, 1100 bilan xarid qilasiz. Kerakli hujjat pasport, prava, turmush qurilgan bo'lsa, er-xotin pasport, prava, zakis qog'ozlar o'sha. Ya'ni er-xotin ikkita pasport, zakis qog'oz, turmush o'rtoq erkak kishining o'sha pravasi yoki ayolning pravasi bo'lsa, u ham bo'ladi. Kerakli hujjatlar shu, boshqa hujjat kerak emas. Kafil, pafil umuman kerak emas. Shu plus bor, pravangiz, pasportingiz bor, xaridsiz bo'ladi. 1000 dollar bilan Toshkent viloyat, 1100 bilan boshqa viloyatdan xarid qilsangiz bo'ladi, barcha xarajat ichida. 3 yil muddatga 7 million 850 ming so'mdan 3 yilga, 6 million 580 mingdan 4 yilga, 5 million 870 mingdan 5 yilga xarid qilsanglar bo'ladi. Oppoqqina Gentramizni polni full. Keyingi toychog'imiz yana muzikalarga gap yo'q. Bu Gentramiz bezlik o'rtoqlar. Qo'ygan hamma narsasi bor. Bokovoy knopka, ABS, konditsioner, stok holatda. Bittagina shu tomida do'ppichasi yo'q. Qolgan hamma narsasi bor. Endi bir xilga akalarimiz, luki bo'lsa ham ochib yuradigan akalarimiz bor-da. Yoshroq ukalarimiz bor. Qor yog'sa ham luki ko'tarib qo'yib yurishadi. To'g'risi. Yomg'ir yog'sa ham. Endi kimgadir luki qiziq, kimgadir luki qiziq emas. Mashinamiz kraskalar top-toza 7150 kilometr yurgan. Qaranglar, hali 10 ming ham yurmagan. Bu mashinamiz stok holatda
bittagina qo'yilgan narsasi monitor qo'yib qo'yilgan. Endi bu hozir aylantirib ko'rsatishga hojat yo'q. Rangi qora, ABS, konditsioner, hamma narsasi bor, bittagina lyuki yo'q. Narxi naqd pulga kelib 13500 dollarga xarid qilsanglar bo'ladi. Muammosiz 13500 o'zini narxi. Endi bo'lib to'lashga 7100 yurgan mashinamizni Toshkent viloyatidan 1600 dollarga barcha xarajat ichida xarid qilsangiz bo'ladi. 1600 bilan. Boshqa viloyat bo'ladigan bo'lsa 1700 dollar bilan xarid qilsanglar bo'ladi. Eslatib o'taman, Andijondan boshqa hamma viloyatdan kelib xarid qilsanglar bo'ladi. Bittagina Andijonga yo'q. Qolgan hamma viloyatdan xarid qilaverasizlar. Vodiydan kelaverasizlar. Xo'p, oylik to'lovga keladigan bo'lsak, 3 yilga 7.790 mingdan, 4 yilga 6.535 mingdan, 5 yilga 5.830 ming so'mdan 5 yillik grafikda xarid qilsanglar bo'ladi. 23-yil toychog'imiz yili, 24-yil salondan chiqqan bezlik qora rang. Tamam. Bu mashinamiz haqiqiy bezprobeg mashinamiz. Svet ko'ryapsizlarmi? Oxirgi zamonasi Darkman Blue, polni full paket. Bu ekspertni bu. Bir kelsanglar tushuntiraman nimalari bor. Даже kaliti bor-ku, yasalgan kalit bo'lsa ham zahat bo'lmaydi mashina. Bu polni full, lyuk, ABS hamma narsasi bor. Yagona yo'q narsasi bittagina ani gapirib turadigan patifoni yo'q. Qolgan hamma narsasi bor. Bezprobeg mashina. 2023-yil kuzovi, salonda 2024 chiqqan bu mashina. Endi bu mashinamizni hozirgi kunda fulli bezprobeg bo'lgani uchun narxini 15300 davomimizni bemalol kelib naqd pulga xarid qilsanglar bo'ladi. Labi? Patifon nima deganimi? Patifonda endi akalarimiz tushunadi, maytafon deganida endi. Xo'p, ketdik, davom etamiz, kayfiyatni ko'taramiz. Mashinamiz naqd pulga 15300 ga xarid qilaverasiz. Bo'lib to'lashga keladigan bo'lsak, Toshkent viloyatga 2600 dollar bilan barcha xarajat ichida qabul haydab ketasiz, nomingizga o'tkazib beramiz. 2600 bilan. Boshqa viloyat bo'lsa 2700 dollar bilan xarid qilasiz. Oyma-oy to'lovi 8300 dan 3 yilga chiqadi. 4 yilga olamansiz 6.960 mingdan chiqadi. 5 yilga olamansiz 6.200 ming so'mdan 5 yillik grafikda xarid qilishingiz mumkin. Yana qaytarib o'taman, bu mashinalarni bo'lib to'lashga o'zingizlarni qiynagan holda emas, majburiy emas, xohlovchilarga qilib beramiz. Agar imkoniyat yetarli bo'lsa, xarid qilsanglar bo'ladi. U pulli oyma-oy to'lovlarini meni qo'limga to'lamaysizlar. Hammasini o'sha bank orqali avtokredit qilib beramiz. Mashina 100% nomingizga o'tkazib beramiz. Shu pulini to'lab bo'lguningizcha shu mashinalar taqiqda turadi, xolos o'rtoqlar. Menimcha bunaqa ma'lumot YouTube'ni hech qayerda bo'lmasa kerak. Hammasi haligi odam chaqirish uchun bir narsalar deydi, ana bir so'm puling kerak emas deydi. Keyin borganingizdan keyin bilasizmi nima deydi? Mashina olib kelib tekinda otganmishdi. Borganingizdan keyin bo'pti olaman, mayli oyma-oy to'lab yuboraman desa, yo uyingni zalogga qo'yasan, yo nimadir uyingni zalogga qo'yasan. G'alati emasmi o'rtoqlar? Boricha aytamiz. Ma'qul kelsa xarid qilinglar, ma'qul kelmasa marhamat, ma'qul keladiganini bir kun chiqib qolsa, o'shani xarid qilishingiz ham mumkin. Biz faqatgina chiroyli taklif beramiz. Yo'qsa marhamat kelinglar. Nima mashina kerak bo'lsa, mana assortiment bitta shundan turishdan bitta obzor ko'rsatib yuboringlar. Mana ko'rasizlar, yetarli. Oy, yana kelyapti. Hozir mana shu jentrlarni xudo xolasa mana sizlarga bitta kelib olib ketsanglar, keyingi mashinalarni mana shunaqasiga Cobalt bilan taxlaymiz. Undan keyingisiga Nexus 3 bilan taxlaymiz. Undan keyingisiga nima taxlaymiz? Spark taxlaymizmi, mexanika avtomat, unisini ham taxlab yuboramiz. Endi bu yog'iga harakat qilamiz. Qanaqa desam ekan, Optimiga qo'yib boramiz. Ani bo'ldi. Ani aytadi-yu, meni bir jahlimni chiqarmagin deydi-yu. Jahlim chiqsa yomon qilib boraman, lekin narxlarini ham mana shunaqa boltam bor o'tkir. Shu tegidan bitib turganda o'rog'im bilan chopgandan keyin qaytib tura olmaydigan qilib qo'yadigan narxlar qilib boraman. Agar ozgina kayfiyatingizni ko'targan bo'lsam, kerakli ma'lumotlarni to'liq aytgan bo'lsam, bitta like bosing, bitta chiroyli komment yozing. Komment yozingiz kelmasa ham kattaga bitta plus belgisini qo'yib qo'ying. Mehnatimizni ozgina qadrlagan bo'lasiz. Ozgina ko'rib xursand bo'lib qo'yman. Kommentariyaga bilib qo'yinglar, o'zim javob beraman.
Bu platformalarni mendan boshqa hech kim yurg'izmaydi. Montajini ham o'zim qilaman, hammasini o'zim mashinalarni qo'limdan kelgancha siz azizlar uchun harakat qilaman, to'liq obzor qilib berishga o'rtoqlar. Ozgina vaqtingizni olib qo'ygan bo'lsam, rozi bo'lib qolasizlar. Avtomix sizlar uchun tunu kun xizmat qilishda charchamaydi. Ish kunimiz har kuni soat 10:00 dan 18:00 gacha ishlaymiz. Manzilni eslatib qo'yaman. O'sha joy o'zgarmagan. Toshkent shahar, Chilonzor tumani, Do'mbirobod mahallasi, Gavhar ko'chasi. Lokatsiyaga Serquyosh 55 deb yozsanglar, to'g'ri shu yerga kelasizlar. Orientirovkasini aytaman. Mana shu orqa tarafimda turgan joy Yujniy vokzal bo'ladi. Eskidagi Yujniy vokzal. Yujniy vokzaldan Sobir Rahim metroga qarab yurganingizda ikkita yo'l. Chapga ketsanglar Sergeli moshina bozorga, to'g'riga yursanglar Sobir Rahimga qarab metro Sobir Rahim avtovokzalga qarab yurasizlar. Shu Sobir Rahimga qarab yurganingizda bo'lsa bir 500-600 metrda o'ng qo'lingizda avtobus joylashgan, o'sha plakatlari bor. Bemalol mana shu joyga kelishinglar mumkin. Ja bo'lmasa ekran turgan nomerga Telegramdan lokatsiya deb yozib oling bo'ldi, boshqa gap kerak emas. Lokatsiya deb yozing, siz lokatsiyani tashlab beramiz. O'rtoqlar, hammangizga rahmat. Sizlar bilan ko'rishib, gaplashib, maza qildim. Sizlarga shunaqa zo'r bitta obzor qilib berish niyatida yurgan edim. Hammanglarni kutib qolaman. Keverasizlar, joninglar sog' bo'lsin.